bor yo'g'i bitta kommentariy bilan umra savobiga sherik bo'lib qolishingiz mumkin. Hozirgi kunda menimcha hammada shunaqa. Ko'pchilik umra ibodat masalasida ishonchli bo'lgan turfirmani qidirib yurishibdi. Sababi aynan shu masalada ham, ya'ni ibodat masalasi bo'lgan umra sohasida ham aldam-qaldam ko'payib ketdi. Ishonchli turfirmada borgan yaqinlarimiz, kelinglar sizlar bilan bir savobli masalani ustida birlashamiz. Mana shu video kommentariyasiga siz qaysi ishonchli turfirmada borgansiz va o'sha turfirmani qaysi jihati sizga yoqqan, shu narsani kommentariyaga yozib keting. Sizdan keyingi ushbu kommentariyani ko'radigan insonlar uchun, ya'ni umraga bormoqchi bo'lgan insonlar uchun bu tayyor shablon bo'ladi. Va biz sizlarga shu yozgan kommentariyalardan kelib chiqqan holatda 3 ta eng yaxshi turfirmani aniqlaymiz va o'sha 3 ta turfirmani borib obzor qilib, otellari, transferlari va qanaqa qulayliklari borligini sizlarga inshaalloh chiroyli qilib ochib beramiz. Va kelajakda aynan shu 3 tadan yana bittasini tanlab olib, eng yaxshisiga borib ko'rsatib beramiz. Ya'ni umra ziyoratini qay tarzda bular tashkillashtirganini inshaalloh ipidan to ninasigacha ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Ushbu videoni umraga bormoqchi bo'lgan va shu savobga sherik bo'lmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar, albatta manfaatli bo'ladi.